$90 ming 3 xona 4 xona qilingan Yevro remont Chilonzor 20-kvartalda joylashgan uyimizni bugun obzorini ko'rsatib o'tamiz. Qani ketdik. Uyimizni zal qismidan boshlaymiz. Videoni ko'rishdan avval videomizga like bosib qo'ying va duo qilib qo'ying. Sizlarga ham xuddi mana shunday uylar nasib etsin inshaalloh. Qani boshladik. Uyimiz noldan avtorskiy remont qilingan, dizaynini polniy o'zimiz qilganmiz. Mebellarigacha rangini qaranglar, televizorlarini qaranglar, ranglarni bir-biriga tushganini qaranglar. Uyimizning spalniy qismi, shkaflariga alohida e'tibor berasizlar. Spalniyni qaranglar. Qanaqa chiroyli, pardalarini qaranglar, qanaqa tushgan bir-biriga. Gap bo'lishi mumkin emas. Xudo xohlasa sizlarga narxini ham albatta kelishtirib beramiz. Qani detskiy xonamizga. Ko'rib turganingizdek, bu o'sha 3-xonamiz. Ikki tarafda chiroqlari, divanlari, mana bu yerda shkaflari ko'rishingiz mumkin. E'tibor bergan bo'lsanglar, uyimiz 3 xona 4 xona qilingan degandim. Endi 4-xonamizni ko'rib o'tamiz. Marhamat. Oshxonani balkonga chiqarganmiz. Uyimiz sizga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'ying hamda duo qilib qo'ying. Hammamizga kamida mana shunday uylar nasib etsin. Ekrandagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling va biz bilan bog'laning. Mana shu uyimizning egasi siz bo'ling.